Janob Gupta, axir siz mutaxassissiz-ku. Sxemada ko'rinib turgandek, bu tarmoqdagi перегрузкаlarni hal qilishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Zaryadkani olib keldim. Sxemada ko'rinib turgandek, bo'lmaydi. Janob Gupta, bo'lmaydigan narsani o'zi. Bloknotim ham Masalasi shu paytgacha qolib ketgan ekan. Mijozlar hammamiz bizdan norozi. Shu paytgacha bizning mijozlar hammamiz bizdan norozi. Mayli, yaxshi dam olinglar. Parkovka masalasi shu paytgacha Yaxshi dam olinglar deyman. Qani bu yoqqa keling. Xo'sh, bizga yangi nazar kerak. Siz bu tarmoqdagi перегрузкаlarni qanday hal qilgan bo'lardingiz? Agar mana shu grafiklarni birlashtirsak, ana ochchi chiqadi. Uni tok toyi deb nomlaymiz. Tok toyi? A bu ochchangiz перегрузкani qanday hal qilib beradi? Negativdan qochadi. Mayli akalar, men qochdim.